Juda ko'p akukalar yozishadi musofirchilikda. Musofirlarga bir nima deyin, bir motivatsiya bering deydi. Bir kun haliginda bir musofirdaman deb bir yigit yozib qoldi. Aka musofirdamiz, qiynalyapman. Lekin o'ylab turibmizki, yana ozgincha qoldi, zo'r natijalarga erishamiz dedi. Savol berdim. Uka, nima maqsadda? To'g'ri, yo'qchilik, shu yetishmovchilikdir. Lekin asosiy maqsad nima o'tdi desam, bir go'zal javob berdi, subhanalloh. Onamni boshqa charchamasligi uchun va otamni boshqa ishlamasligi uchun men hozir ko'proq ishlashim kerak aka deydi. Tafakkur qilish kerak bu gapni-da. Va so'radim, yoshingiz nechida desam 21 da aka deydi. Voy subhanalloh, 21 yoshli bolani eng oliy maqsadi shunaqa bir natijaga erishib, yaxshi pul topib, zo'r ishlab, onasini boshqa charchamasligi, ya'ni onasi boshqa joylarda ishlasa kerakki, charchamasligi uchun, yaxshi yashashi uchun. Otasi bularni esini taniganidan beri ishlab boqqani va o'sha bilan ham yetishmovchilik borligi uchun bu musofirchilikda yuribdi va aytayotdiki, otamni boshqa ishlamasligi uchun ham ishlayapman aka. Qarang, go'zal javobligini.